Assalomu alaykum, hurmatli Gipki Kamil ishqibozlari. Biz mana yana bitta yangilik qildik. Mana shunaqa pukak tegalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Endi mana bunaqa pukak tegalarni Toshkentdan yoki bo'lmasa qayerlardandir zakaz qilish shart emas, o'zimizdan chiqib turibdi. O'z stanogini Xitoydan olib keldik. Deraza atroflariga mana shunaqa chiroyli fason berib, mana shu chiroyli ko'rinishda bo'lib qoladi. Hozir bunga ustalarimiz mana tegalarni yopishtirib bo'ldi, keyin traventin qiladi. Bu uyni bitgan holatini ham xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatamiz. Hozir bitta derazamiz 180 mingdan boshlanyapti, 300 minggacha fasoniga qarab, har bitta igrushka mana bunaqa chiroyli bagati fasonlar shunga qarab ustiga pul qo'shilib ketaveradi. Metriga qarab, har xohlagan ko'rinishda, xohlagan dizaynda biz chiqarib bilamiz, stanogimiz kesib beraveradi. Kimga qanaqa fason kerak, kimga bir kataloglar kerak bo'lsa ham bizga telefon qilib bog'lansa, kataloglarni tashib beramiz. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. Keyin boshqa viloyatlarga ham chiroyli qilib yo'lida qilib chiqarib beramiz. Nima demoqchiman? Traventin qiladigan, mana shunaqa fasadda yuradigan aka-ukalarimiz, usta-akalarimizni birga ishlashni taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ustalar bilan ham chiroyli qilib kelishib ishlaymiz. Misol bizlarni ko'rib turgan obunachilarimiz, uyni egalari bemalol telefon qilib zakaz qilishi mumkin. Adresni yana qaytarib o'taman. Adresimiz Samarqand viloyati, Jonboy tumani, Juriyat mahallasi. Buni qulayliklari gipsga qaraganda ancha yengil. Mana hozir misol mana o'pam ko'rsataman, tinkillab turibdi. Ustidan traventin sepilgandan keyin bu yanada qattiq bo'lib qoladi. Pokak deydi bir xillar bo'sh, tushib ketadi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan gap, u gaplar yolg'on gaplar. Bu o'zi mana shuncha qattiq, mana tinkillab turibdi. Bu ustidan traventin sepilgandan keyin toshdek qattiq bo'lib qoladi. Buni traventinda yurgan ustokalar hammasi juda yaxshi biladi. Buni qulayliklari yengil, ustanovkalari juda oson ustalarga. Gipsga qaraganda ancha sifatli narsa. Hozir o'zim bitta chiroyli telefonni olib yana bitta syomka qilib ko'rsatib o'taman. Kimga mana shunaqa pukak tegalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Ismim Furqat. Gipki Kamil kerak bo'lsa ham Gipki Kamil bo'yicha bemalol telefon qilaverasizlar. Agar traventin xizmatlari ham, agar traventin ham qildirmoqchi bo'lsalaringiz, telefon qilsalaringiz, o'zimizda chiroyli ustalarimiz, ustakalarimiz bor. Kafillarni ham o'zlari yopishtiring. Hali bu uyni bitgandan keyin ham syomka qilamiz. Hozir kafillari bilan deraza atrofini, fasadi bilan bitta ko'rsatib o'taman. O'zim. Assalomu alaykum, hurmatli pukak tega ishqibozlari. Biz mana shunaqa pukak tega ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Kimga mana shunaqa deraza atroflariga, eshiklar atrofiga mana shunaqa plastrlariga mana shunaqa pukak tegalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa arka fasonda ham tayyorlab beraveramiz. Mana katta derazalarimiz, katta taroqlar, kimga mana shunaqa tegalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Buni yuzida tosh sepilgan, mana hech qanaqa bossa ham bir kirib ketmaydi. Buni ustida hali traventin sepiladi. Kimga mana shunaqa tega xizmatlari kerak bo'lsa, pukak tegalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Adresimiz Samarqand viloyati, Jonboy tumani, Juriyat mahallasi. Ismim Furqat. Gipki Kamil ham ishlab chiqaramiz. Mana shunaqa pukak tegalarni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Endi borib Samarqanddan borib zakaz qilib kelish shart emas yoki Toshkentdan zakaz qilish shart emas. Bu hamma yerdan ham topiladigan mahsulot emas. Shuning uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. Hamma viloyatga chiqaryapmiz. Traventin qiladigan, fasad sohasida ishlaydigan ustokalarimizni biz bilan birga ishlashlarini taklif qilib qolamiz. Mana bu yerlarda ham taroqlarimiz bor. Bular taroqlar, deraza yoniga taroqlar deyiladi. Hozir hammasini bitta tushuntirib o'tamiz. Mana bu darvozadan kiraverish yonlariga mana bu yerga arka bo'lib tushadi. Chiroyli bo'lib. Mana. Bu hozir o'zimizning qo'shni mahalla Oxunboboyev mahallasiga yopishtirilyapti. Kimga mana shunaqa tegalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Bitta derazamiz 180 mingdan 300 minggacha fasoniga qarab chiqyapti. Bu uyni ugillariga bo'lyapti mana bu fason. Bu uyni orqasi. Mana mayda derazachaga bu.
Kimga mana shunaqa tiyagalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Mana sokinlarimizni ham stollarimizni yopishtirgan. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.